Mana shu o'lchov madaniyati haqida ozginagina, chunki xabaringiz bor, 2021-yilda aynan chiqib ketgandi, ayiqni otgan, familiyasi esimdan chiqdi. Rus ovchisi kelib, rossiyalik ovchi kelib otgan va o'sha ayiqni qonli nimasini ustida rasmga tushgani hamma joyga tarqalib, juda ham ko'p salbiy fikrlarga sabab bo'lgandi. Bu o'lja ov bilan shug'ullanadigan ovchilarni men o'zi eng yuqori madaniyatli deb bilaman. Chunki biz juda ham ko'pini ko'rdik, juda ham ko'pi keladi bizga. Hech qachon bu toifadagi ovchilar qonli bir qanaqadir xunuk bir odamni nima qiladigan odamni larzaga keltiradeganda. Shunaqa rasm hech qachon qilinmaydi. Buni internetda ham o'zingizlar ko'rsanglar bo'ladi. Просто даже qarab даже men shunaqa misol keltira olaman. Bizga mana bolalar ham biladi. Kanadadan, Amerikadan ovchilar kelishadi. O'zi bilan отдельно bir xuddi aptechkaga o'xshagan nabor olib keladi. O'sha hayvon bilan rasmga tushishdan oldin hamma yog'ini yuvib, tozalab uni spetsialniy sredstvolar bilan o'sha gram bir tomchi qon rasmga tushmasligi, qolmasligi uchun o'shani tozalab 1 soat, 1,5 soat vaqt ketkazadi shu narsa. Siz aytayotgan narsangiz ayiq bilan bo'lgan hodisada bu rasm aynan ovchini olgan rasmi bo'lmagan. Ovchi o'shani rasmga olishga tayyorgarlik qilayotgan paytda o'sha qonlarni qor bilan biz o'zimiz ham o'sha yerda bo'lganmiz, qor bilan tozalab, yuvib qilishimizdan oldin o'sha yerda biz bilan bo'lgan yeger даже ahamiyat bersalar bo'ladi, sal yon tarafdan olingan rasm bo'lgan o'zi o'sha. Hali tayyorgarlik qilmagan, o'sha sal xunuk, juda ham xunuk nimada vaziyatda rasmga olingan bo'ldi. Bu narsa hech kim bu narsani qo'llab-quvvatlamaydi. Bizning o'zimizga ham yoqmaydi bu narsa. Hech qaysi ovchi o'zini skажем, Instagram yo Facebook yo qaysidir jurnalda publikatsiya qiladigan bo'lsa, даже o'sha jurnal ham qabul qilmaydi bunaqa rasmni. Chunki bu juda ham xunuk narsa hisoblanadi.